Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ishqibozlari. Mana sizlarga yangi Andijon mebel markazidan oshxona mebellarimizni obzorini olib boramiz. Hop, har bitta detallarni hamma yo'g'ini o'zingiz tushuntirib boramiz. Ko'rishingiz mumkin. Ishlarimiz bir-biridan chiroyli, xudo xolasa go'zal holatida. Hop, do'stlar, bugun ayrim negativlarni ham inobatga olib izcha tushuntirish holatlarini o'tkazib ketamiz. Bir qator ishlarimizga nima ketgan material, detal hamma yo'qni tushuntirib beramiz. Bugun ayrim negativlar vodiyda mebelni unday, vodiyda mebelni bunday deb kommentariy yozishadi. Shularga ham qisqacha tushuntirish ishlari olib borib ketamizda. Endi insonimiz har xil bo'ladi. Hop, do'stlar, bularimizni keladigan bo'lsak, maloshli, korishniy materiallari akril, doskalarning usti stalishnitsalari rossiyskiy 4 santimetrlik. Buni ham aytib ketaylik negativlarga. Keydir firmaniki eng qizi, ahli yetadigan bo'lsa, ustalar biladi. Ahli yetmasa, ahli yetadigan ustalardan so'rasa, tushuntirib beradi. Bu keydir firmaning qanaqa narsa ishlab chiqarishini bemalol tushuntirib beradi. Keyin ichini razmerlarini ham tushuntirib o'tamiz. Bir qator bularni hamma yo'g'ini ko'rib, detallarni bemalol yoqqan bo'lsa telefon qilsanglar, dastavkalarni ham qilib beriladi chiroyli qilib ishimizni. Xo'p, do'stlar, bularimizni keladigan bo'lsa, razmeri eniga 275 bo'ladi, balandligi 225 bo'ladi. Xo'p, doskalarning usti keydir firmaniki, rossiyskiy. Mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Mana rossiyskiy bo'ladi, 4 santimetrlik qalinligida bo'ladi. Xo'p, bularimizni chuqurligiga keladigan bo'lsak, 30 santimetrga, taylari 45 santimetr bo'ladi. Xo'p, chekalari 100% rezinoviy plastmassada bosilgan bo'ladi. Apparatda qo'lda bosilmagan, dazmolda bosilmagan. Osha-moshalari vakuum. G'aladonlarga keladigan bo'lsak, g'aladonlari oddiy vakuum emas, oddiy rolik tortma. Xo'p, bularimiz ichida mo'ykasi, semistitili, ichida sushilkalari bo'ladi mana. Xo'p, bularimizni narxiga keladigan bo'lsak, Andijon shaharining ichiga 5 million so'mga dastavka qilib beriladi. Endi kimdir aytadi, buni ishlarini kattaytirish kerak, u qilish kerak, bu qilish kerak deydi. Bularimiz bozordagi standart razmerlar. Do'stlar, standart razmer. Endi zakazga qilib beriladigan bo'lsak, bemalol telefon qila olasizlar. Uka yoki aka, ichini kattaroq qilib, yuqori qismini 35 cm, tag qismini 50 mi, 60 mi qilib bering deydigan bo'lsanglar, tayyorlab ham berilaveradi. Xo'p, endi bu orqasidan mana bu yeridan 10 cm joy qoldirganimizning sababi kanalizatsiyasi o'tadi, gazda shilankasi, bu narsalarni yurish hisobini olib, shu uchun 45 qilib tayyorlangan bu narsalar. Negativchilar ichlari sayoz deydi, u deydi, bu deydi, boshqa deydi. Endi mayli, ularga ko'z yumamiz. Endi bir qator obzor qilib o'tib ketdik xolos bu narsani. Xo'p, xuddi shu razmerda do'stlar, 275 seriyaga oq varianti. Bunda ham xuddi shunday. Chekalari rezinoviy plastmassa, korpuslari ham hattoki korpuslari ham rezinoviy plastmassa, sushilkasi, mo'ykasi. Korpusiga ham rossiyskiy laminat ishlatilgan. Xudo xolos, qo'qonda laminat emas. Bemalol ko'rib baho berishingiz mumkin. Bunda ham rossiyskiylar ashi stalishnitsa 4 santimetrligi. Xo'p, bunimizning razmeriga keladigan bo'lsa, razmerlarimiz 240 santimetr razmeri. Bo'ylariga keladigan bo'lsa 225 santimetr. Buni ham ichlari chuqurligi 30 ga 45 santimetr. Doskasining usti o'zimizni Toshkentda bosilgan. Toshkent stalishnitsa zavod. Bunimizni Andijon bo'ylab ichiga, shahar ichiga dumaloq mo'yka, semistitil sushilkasi bilan birga 4 million so'mga olib borib o'rnatib beramiz chiroyli qilib. Buni ham chekalari 100% rezinoviy plastmassada bo'ladi. Xo'p, bu yerda xuddi shu razmerlarimizdan boshqachalari ham bor, boshqacha variantlari ham bor mana. Xo'p. Mana shunday.
Ko'rishingiz mumkin. Bunimiz ham xuddi shu holatda. Endi munosib maloshni kalishimiz. Bunimizning ham razmerlari 240 bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Maloshning kalishini. Orqalarida granit kafellari bor. Kafelli varianti bunlar. Moyka sushilkalari bor bunda ham. Buni moykasi 4 burchakli bo'lganligini hisobiga 100 ming so'm dumolog'i bilan razisa qiladi do'stlar. Shuni plus moykasini razisasini kelishamiz. Yumolog'i qo'ysangiz 200 ming so'm, dumolog'i qo'ysangiz 300 ming so'm pulida razisa o'ynaydi xolos do'stlar. Hop, bu yerda mana arzon ishlarimiz ham bor. Ko'rishingiz mumkin. Razmerlari eniga keladigan bo'lsa, uzunligi 2 metr, balandligi 2 metr. Materiallari akril. 100% apparatda bosilgan, bu ham korpuslari ham, eshiklari ham. Buni chuqurligiga keladigan bo'lsa, do'stlar, 25 sm. Taylari bo'lsa 37 sm bo'ladi. Endi arzonroq budjetning varianti. Endi kimdir qimmatrog'iga pul yetadi, kimdir arzonrog'iga tutaman deganlariga. Endi O'zbekistonning sharoitida hamma har xil budjetning varianti bor. Bunisi 120 1 million 100 ming so'mdan ko'rishingiz mumkin. Kelib bemalol tanlab olib keta olasizlar. Bu yerda maloshning kalishisi, bu yerda tumbalarimiz bor. 1 metr 80 cm, 60 cm, 170 da mana laminat yana ham budjetning variant so'raydiganlarga 1 million 800 ming so'mdan 170. Buni ham chekalari rezinaviy plasmassa apparatda bosilgan mana. Chekalari ham mana. Buni ham chuqurligi xuddi ashi arzonroq mana. Endi do'stlar mana 240 lik variantimiz. Qalin stalishnicsa 4 cm-lik. Orqalari granit kafel. 4 million 200 ming so'mga olib borib o'rnatib beriladi. Andijon ichiga. Shahriga. Bemalol telefon qila olasizlar. Bularimiz burchak holatda tushgan ishimiz. Razmerlari degan bo'lsa 340 ga 260 bo'ladi, balandligi 240 bo'ladi. Bularni zakaz asosida tayyorlab beriladi. Doskalarning usti rossiyskiy stalishnicsi. Telefon qilasizlar, pastda nomerlarni qoldiramiz. Обязательно yoqqan materiallarda, yoqqan razmerlarda tayyorlab beriladi. Bularimiz 2 metrli variantlari. Orqalari granit kafel. Sizlar xohlagan razmerda, xohlagan dizaynda tayyorlab berilaveradi. Просто pulida razisa qiladi, plus minus qilib kelishiladi. Kimga bu ishlarimiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldirasizlar. Andijon mebel markazidan D bo'lim 183-do'konga kelsanglar, yo'qsa pastda nomerlar bor, qoldiramiz. Bemalol kelib, telefon qilib, ishlarni ko'rib, yoqtirib olib kelsanglar bo'laveradi.